Allah'ını bilish. Asonlashtirilgan iymon yurishligi birinchi qism. Ikkinchi nashri. Abduri Muhammad al-Jibali. 6. bab. Allah'ның texmi ko'p sifatlari. So'zlash. Allah'ның so'zlishi. Allah subhanahu ve teala özünün kattılıqıga ve ulug'liqiga loyiq ravishda so'zlaydi. U payg'ambarlarga ve farishtalarga so'zlaydi. Qur'on ve Allah nazil qilgan boshqa kitoblar Allah'ның so'zining bir qismidir. Allah Musa alayhissalomga bevosita so'z qilgan ve bu haqda mundaq degan. Tarjimasi: Allah Musa'ga bevosita söz qildi. Sura Nisa 164-ayet. Allah subhanahu ve teala kıyamet günü her birimizge söz qiladi. Adi ibn Hatim radiyallahu anhudan rivayet qilindi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shundaq degan: Kıyamet günü sizlarning her biringlar bilan Rabbi tercümansız so'zlashidi. Bu hadisni Bukhari, Muslim ve başkalar toplagan. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'ın avazı. Allah'ın en mükemmel ve en ulug' avazı var. Allah subhanahu ve teala'nın avazı mahlukatninkidan tamamen farklıdır. Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhudan rivayet qilindi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shundaq degan: Allah subhanahu ve teala kıyamet günü ey Adem deydi. Adem, permandarman, hizmetinge tayyorman deydi. Şunun bilen Allah subhanahu ve teala onunğa ovoz bilan nido qilib, hakikaten Allah seni avlodlaringdan bir qismini davzaqqa avatishga buyurdi deydi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bukhari ve başkalar toplagan. Bu hadis kimlerning davzaqqa kirishga tegishli ekanligining Adem aleyhisselamga bildirilganligini ko'rsatdi. Allah subhanahu ve teala şu kişilerini davzaqqa tashlash uchun Adem aleyhisselamga şu kişilerini yeni yig'ishni buyurdi. Allah subhanahu ve teala bizlarni bu ichinishlik oqibatdan saqlag'ay. Ya Allah. Allah'ın yaxshi ko'rishi ve o'ch ko'rishi. Yaxshi ko'rish ve o'ch ko'rish Allah'ın ikki fiili sifatidir. U yaxshilikni yaxshi ko'rdi, yomonlikni o'ch ko'rdi. U iymonni yaxshi ko'rdi, kufrni o'ch ko'rdi. U rostchilikni yaxshi ko'rdi, kazzoblikni o'ch ko'rdi. U adillikni yaxshi ko'rdi, adolatsizlikni o'ch ko'rdi. U muloyimlikni yaxshi ko'rdi, qo'pollikni o'ch ko'rdi. Mard seqillikni yaxshi ko'rdi, bexillikni o'ch ko'rdi. Tövende biz Allah subhanahu ve teala yaxshi ko'radigan ve o'ch ko'radigan narsalarga aloqador ba'zi Qur'on oyatlarini bayon qilamiz. Allah yaxshiliklarni yaxshi ko'rdi. Allah subhanahu ve teala yaxshi kishilarni ve yaxshi amallarni yaxshi ko'rdi. Biz yaxshi amallarni ixlos bilan Qur'on, sünnet ko'rsatmalariga uyg'un holda qilsak, Allah'ның yaxshi ko'rishiga nail bo'la olamiz. Allah subhanahu ve teala shundaq deydi. Tarjimasi: Allah muhsin, yaxshilik qilg'uvchilarni yaxshi ko'rdi. Sura Ali İmran 134-ayet. Biz Allah'ның jazosidan qo'rqqanligimiz ve cennetga kirishni umid qilganligimiz uchun Allah subhanahu ve teala'ga taqatimizning yetishicha itoat qilishimiz kerak.
Bir adam şunda qilsa, ya'ni taqatining yetishicha Allah subhanahu va taologa itoat qilsa, biz uni taqvodor deymiz. Allah bizga o'zining taqvodorlarni yaxshi ko'radiganligidan xabar berib, shunday deydi. Tercümesi: Allah taqvodorlarni yaxshi ko'rdi. Sura Tevbe 4-oyat. Birov gunoh yoki xatolik sodir qilganda derhal Allohga tövbe qilish kerak. U gunohidan qo'l uzishi, shu gunohni qilganligiga pushaymon qilishi va shu gunohni qayta takrorlamaslikka qat'iy bel bog'lash kerak. Bu, ya'ni mushu shakldagi samimiy tavba uni yomonliklardan poklaydi. Allah subhanahu va taolo o'ziga tavba qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tercümesi: Allah haqiqatan tavba qilguvchilarni yaxshi ko'rdi va haromdan va nijosetdan poklanuvchilarni yaxshi ko'rdi. Sura Baqara 222-oyat. Musulmon intayin sabrchan bo'lishi, beshiga biror ko'ngilsizlik kelganda buning Allohning siniq ekanligini bilishi, Allohning o'zi uchun taqdir qilganlarini qabul qilishi va buning uchun Allohdan savob umid qilish kerak. Ba'zi nachar kishilar musulmonlarni Allohga itoat qilishdan to'sishga uringanda, musulmon buningga qarshi Allohga itoat qilishda sabatli bo'lish orqali sabr qilish kerak. Shundaqla boshqalar uni teriktirish uchun xato ishlarni qilgandimi, musulmon behuda janjallashishni tark etib sabr qilish kerak. Allah subhanahu va taolo sabr qilguvchilarni yaxshi ko'radiganligi haqida shunday deydi. Tercümesi: Allah sabr qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. Sura Ali Imron 146-oyat. Musulmon kishi boshqalarga adil muomala qilishi, boshqalarga tava narsalarni haqsizlik bilan elib olmasligi, boshqalarni aldamasligi kerak. Agar u bir savdogar bo'lsa, kishilarga to'lagan pulininkidan az mal berib qo'ymaslik kerak. Agar u qozi bo'lsa, bir tarafning boy, kuchlik yoki o'zining urug' tuqqani bo'lganligi uchun uningga yon bosmaslik kerak. Agar u ota-ona bo'lsa, farzandlariga barobar muomala qilish kerak. Allah subhanahu va taolo adillarni yaxshi ko'rdi va bu vaqtda mundaq deydi. Tercümesi: Allah haqiqatan adillarni yaxshi ko'rdi. Sura Maide 42-oyat. Biz yana har vaqt har ishning Allohning ilkida ekanligini as tutishimiz kerak. Allohning iznisiz hech bir ish yuz bermaydi. Biz o'z ishlarimizni vujudga chiqarish uchun tirishchanlik ko'rsatishimiz va shuning bilan bir vaqtda Allohdan yordam va tavfiq tilashimiz kerak. Mana bu tavakkul deb ataladi. Allah subhanahu va taolo o'ziga tavakkul qilguvchilarni yaxshi ko'rdi va bu vaqtda shunday deydi. Tercümesi: Allah haqiqatan tavakkul qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. Sura Ali Imron 159-oyat. Allah subhanahu va taolo Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bizni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun avatdi. Biz söylemlik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e erişiş için en zor tirişçallıkımızı gösterişimiz gerek. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e erişsek, Allah bizni yaxshi gördü. Bu vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi: Eğer sizlar Allah'ni yaxshi ko'rsanglar, bana erişinglar ki
Allah'mı sizlarni yaxshi ko'rdi degan. Sura Ali İmran 31. ayet. Allah subhanahu ve teala yamanlıklarını öçkördü. Allah yamanlıklarını ve yamanlık kılgıçılarını öçkördü. Bu vaqtda Allah subhanahu ve teala şundaq deydi. Tercümesi, Allah buzg'unchilikni yoqtirmaydi. Sura Baqara 205. ayet. Kitabımızın 5'idimi uchratganimizdek, kufrluk en çoğ yamanlıktır. Allah subhanahu ve teala özüge kufrluk qilganlarni ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemge ergeçkil unumağanlarni o'ch ko'rdi. Allah subhanahu ve teala bu vaqtda shundaq deydi. Tercümesi, aytqin ki Allah'a ve Peygamberge itaat qilinglar. Eğer ular itaat qilishdan yuz o'rsa, Allah kafirlarni yoqtirmaydi. Sura Ali İmran 32. ayet. Allah'ın külüşü. Allah subhanahu ve teala özünün kattılıqıga ve uluğluqıga layık ravishda külüdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir qancha hadisde bizge Allah'ın qaysi ahvallarda külüdiganligi haqida xabar bergan. Ulardan biri, biz mushkulat ichida qolgan, ammo Allah u mushkulatning pat yaqinda oxirlashadiganligini biladigan ahvoldir. Ammo biz kelgusidan nimalar yuz beradiganligini bilmaganligimiz uchun mushkulatga duch kelganda bekli qayg'urib ketamiz. Halbuki Allah subhanahu ve teala bu ahvoldan kulidi. Çünkü u bu mushkulatning tezla oxirlashadiganligini biladi. La ilahe illallah. Abu Ruzayn radıyallahu anhu aytdi ki, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yeniga kelganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla nurg'un yaxshi ishlarni o'rgatib qo'ygan ve Rabbimiz azza ve celle bendisining osonchilik yaqinlashib qolganda ümidsizlanib ketganligidan kulidi degan. Bunu anglagan Abu Ruzayn radıyallahu anhu, Rabbimiz kulamdi deb so'raganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shundaq degan. Shuning bilan Abu Ruzayn radıyallahu anhu undaqda kuladigan Rabbdan bizga keladigan yaxshiliklar hargiz to'xtab qolmaydi degan. Bu hadisni İmam Ahmad ibn Majah ve boshqalar to'plagan. Şeyh Albani rahimahullah hasan deb baholagan. İslamga yengili kirgan bu sahabening şeylarni tizla anqirib olishiga turtki bo'ladigan sab fitrati, ya'ni tabiati bor edi. U Allah subhanahu ve teala'nın külüşünün Allah'ın sehirliği ve ebucanlığının ifadesi ekenligini düşünüp yetken idi. Biz mi bunu en şundaq düşünüşümüz gerek. Ayetül Kürsi, Kur'an-ı Kerim'deki en katı ayet. Nurgunlarımız Bakara suresinin 255. ayetini, yani Ayetül Kürsi degan nom bilan tonulgan ayetni yadılıgan. O Kur'an-ı Kerim'deki en katı ayettir. Biz bunu aldınqı babda Abu Dar radıyallahu anhu'nun hadisidimi bayan qilgan edik. Buningdan sirt Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu'dan rivayet qilindi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onundan Kur'an'daki en katı ayet qaysi deb so'raganda Ubay radıyallahu anhu Allah ve onun Resulü texim yaxshi biladi degan. Andın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'xshash savolni yana bir qancha qitim so'ragan. Ubay radıyallahu anhu mu o'xshash javobni bergan. Lekin oxirgi qitim Ubay radıyallahu anhu Ayetül Kürsi deb javob bergan. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu javobdan memnun bo'lgan ve ilim seni xo'shal qilg'ay ey Abu Munzir, yani
Ubay radıyallahu anhu'nun künyesi degan. Bu hadisni İmam Muslim, İmam Ahmed ve başkalar toplagan. Bu ayet şunun için bu kadar faziletli ki onun da Allah Subhanahu ve Teala en güzel şekilde süpetlengen ve Allah'ın nurgun kat süpetleri bayan kılıngan. Tövende biz mezkur ayette bayan kılıngan süpetlerden bir kancısı hakkıdala toxtalımız inşallah. Allah Subhanahu ve Teala şundak deydi. Tercümesi: bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Allah hem işi teriktir. Hemmini idare kılıp durgucudur. O mügdep kanmaydı. Onu uyku mu basmaydı. Asmanlardaki ve zimindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür. Allah'ın ruhsuz kim mu Allah'ın aldıda şefaat kılalısın? Allah ulanın aldıdaki yani dünyada kılgan. Keynideki yani ula şunun keyin kılıdığan ve ula üçün ahireti tayarlagan işlarının hemmesini bilip durdu. Ula Allah'ın malumatıdın. Allah ulağı bildirişini xalıgan nesiledin, yani peygamberlerinin tili arkalık bildirgen nesiledin başka hiç nersini bilmeydi. Allah'ın kürsi asmanlarını ve ziminni öz içi alıdı. Asman ziminni saklaş onunla iğirkenmeydi. O ali yani en üstündür, en uluğdur. Sure Bakara 255. ayet. Allah hemişe mengü teriktir. Biz Ayetül Kürsi'den Allah Subhanahu ve Teala'nın hayat işkenlikini bildik. Onun hayatı bizning ve başka cemi mahlukatının hayatıdan farklıdır. Onun hayatı mahlukat yaratılıştan burunlu bağ bolgan ezeli şundaqla mengü ayaklaşmaz ebedi hayattır. Biz onun hayatını mengülük hayat deymiz. Biz yine Ayetül Kürsi'den Allah'ını mügdek basmaydıganlıqını hem uykumu tutmaydıganlıqını bildik. İnsan çarçıganda onu mügdek basıdı. Bu bir acizlik bulup bunun Allah Subhanahu ve Teala'da yüz verişi mümkün emas. Uyku ölümge okşaydı. İnsan uxlap qalganda etrafıda nimi işler boluvatkanlıqını bilelmeydi. Allah Subhanahu ve Teala'nın hayatı mükemmel bulup onunla ölüm, uyku ya ki başka her kandak nuksalla ziyan yetküzelmeydi. Allah'ın ilmi. Biz Ayetül Kürsi'den Allah'ın ilmi barlığını bildik. Onun ilmi en mükemmeldir. Bu dünyadaki barçı ilim Allah'tan kelidir. Ve barçı ilimlerini cuğulaganda Allah'ın ilmiği nispeten denizdeki tam çiçilik mükemmeldir. Allah Subhanahu ve Teala bizning ötmüş kıygan bütün işlerimizni ve kelgüsüde kılıdığan barçı işlerimizni bilidi. O barçı işinin barlık tafsilatlarını bilidi. Allah Subhanahu ve Teala yeni bir ayette şundak deydi. Tercümesi: Gayibnin hazineleri Allah'ın dergahididir. Onu faqatla Allah bilidi. Quruqliqdiki denizdeki neslenin hemmisini Allah bilidi. Daraxtdan tökülgen yapraqdan Allah bilmeydigan bir ersimi yok. Meyli qaranğu yer astidagi birer dani uruq bolsun, meyli hül yoki quruq narsalar bolsun, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, ro'shan kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yiziqliqdir. Sure An'am 59. ayet. Bir daraxtni tasavvur qiling. Allah Subhanahu ve Teala u daraxtda qanchalik yopirmoq o'sadiganligini,
Her kuni uningdan qanchalik yo'pirmoqning to'kiladiganligini, daraxtning qachongacha yashirib turadiganligini, uningdan qancha shox o'sib chiqadiganligini, uning yer ostida qanchalik yiltiz tortadiganligini, shox va yiltizlarning shaklini, uningga qanchalik qushning qo'nadiganligini va uningda qanchalik hasharotlarning yashaydiganligini biladi. Allah subhanahu va taala hatta şu daraxtdagi her bir yo'pirmoqning shaklini, rangini, onun qancha siziqliq bo'ladiganligini, qancha hasharotning uningga chiqadiganligini yoki uningdan yeydiganligini, uning qanchalik suv sumirib, qanchalik quyosh nuridan bahramand bo'ladiganligini, uning ustiga qanchalik chang to'zon va yomg'ir tushadiganligini, uning qanchalik zarrachisi bo'ladiganligini biladi. Allah subhanahu va taala her bir yo'pirmoq haqidagi barliq tafsilotni eng mukammal biladi. Bütün insoniyat birlashgan taqdirdami, aşı bir yo'pirmoq haqida Allah bilginchilik ilmga ega bo'lolmaydi. Undaqda bir daraxt, o'rmonliq va bütün dunyo haqidagi ilmchi. Yeni kelib yuqorida tilga ilinganlar Allah'ın ilminin faqatla ozg'ini bir qismidir. Allah subhanahu va taala osmonlarni va zaminni tizginlab turdi. Biz Ayatul Kursi'den yana Allah subhanahu va taalaning Al-Qayyum ekanligini bildik. Bunun ma'nosi shuki, Allah subhanahu va taala hech kimning xabar ilishiga muhtoj emas. O barliq mahluqatlarının halidan to'liq xabar olg'uchidir. O bu dünyadaki barliq insan, hayvanat, haşarat ve o'simliklarning, planetda yulduzlarning, osmon zimindagi barcha farishtalarning halidan xabar oladi. O yana o'zining itoatkor bandalariga alohida ko'yinadi. O hamma narsaning holidan xabar oladi. O mahluqotni eng mukammal va eng hikmatli ravishda idora qilib turdi. O bularni qilish jarayonida charchamaydi, g'aflat qolmaydi. O bizning ulug' Rabbimizdir. Biz hammadan bakrak uningdan faxrlanishimiz kerak emasmi?